Bugungi programmamizda yozuvchi Tarxat Jilonning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Oldimizga bo'ri chiqdi. Bu yaxshilikning alomati. Qadimgi ajdodlarimizni ko'k bo'ri nijotlik yo'liga boshlab mangandek ish bo'ldi. Endi safarimizning qutuq bo'lishida shak yo'q. Topqaç degan topqaç, biz degan turk. Bizning o'zimizdan tutgan yo'limiz bor. Bizning e'tiqodimiz boshqa. Padişahimiz Sozul Alildi o'zining orzuliq qizini sizlarga yotliq qilish orqali do'stligimizni yanada kuchaytirmoqchi bo'ldi. Tangri o'g'li Xanshenzunga bo'lgan cheksiz sadoqatimiz bilan jon familiyaliklar jamiyatini yo'qitib, o'rnini qutqizish uchun yurish qilyapmiz. Ushtum to'rt qirg'izlar kelib qoldi. Biz qo'shinlarimizni birlashtirib jangga chiqaylik. Hozirgi birinchi ishimiz jang qilish. Ajoni qirg'izlarning qog'oni deb e'tirof qildi. Lekin Ajo qog'on shuning bilan bo'ldi qilmadi. U endi qirg'izlarning qog'oni bo'lish bilan qanoat qilmaydi. Balki Sadijin Sibelining shimolidagi barliq qabilalarning hukmroni bo'lishini ko'zlaydi. Shuning bilan Ajo qog'on Uyg'urlarga hujum qilishning aplik paytini kutib vaziyatni kuzatishga boshlagan. Mana endi shu kutgan aplik payt yetib keldi. Ko'lik bog'a tarqon kelgandan keyin Ajo qog'onning dil orami buzildi. U kech-kunduz Uyg'ur eliga hujum qilishning chora-tadbirlarini o'ylab, jiddiy tayyorlikqa tutish qilishga boshladi. Holbuki tog' dalalarni qoplagan oq qarg'a qarab afsuslangan holda beshini chayqaydi. Qahraton qish kunlarida zo'r qo'shin bilan uzun safarga otlanishga bo'lmaydi-da. Ajo qirg'iz oqsoqollarini yig'ib kengash o'tkazdi. Kengashda kun isib qorlar eriganda yurishga otlanish qaror qilindi. Bu qitim biz cho'qim yengimiz. Ajo qog'onning onisi Turkash, xotuni Tubit Sang'unning qizi. Shunga turkashlar bilan tubitlar bizni qo'llaydi. Tabg'ashlarmi bizga alohida e'tibor bilan qaraydi. Ular bizga moddiy yordam beryapti. Ularmi bizning gumron bo'lishimizni xohlamaydi. Uyg'urlar hozir butunlay yetim qoldi. Uning ustiga bizning bu yerlarda tabiiy ofatlar bo'lib boqmadi. Har tarafdan qaragandimi, baxt qushi biz tarafga uchib kelmoqda. Shunda qilib qirg'izlar taqozolik bilan kutgan bahor fasli yetib keldi. 100 ming kishilik qirg'iz otliq qo'shinimi safga turg'izildi. Uzun chapon kiyib, bal va ko'kraklariga qo'ng'iroq, qadoqlarni osgan jar soqolliq shaman peri o'ynashga boshladi. Qilish va o'qyonlar bilan qurollangan 10 minglagan oq qalpoqli qirg'izlar shamanning asabiy harakatlariga cho'nqur e'tiqod bilan un chiqmasdan qarab turishadi. Shaman yoqinlarini yirtib ko'zlarini chekchaydi. Ota-bobollarimizning muqaddas ruhlari bizni qo'llayotdi. Jin alvastilarni qo'g'layli. Men oqshom kechicha uxlamay pal soldim. Yulduzlarga qaradim. Sening yo'ling ochiqdir. Zo'r g'alaba, zo'r sharaf seni kutib turmoqda. Bugun sahar turib, eshik oldiga chiqsam, bir oq bug'ra beshini janub tarafga so'zib yetibdi. Bu janubdagi O'rxun, o'tokan taraflarga yurish qilsang, safaring qutlug' bo'ladi deganga bishoratdir. 2 yildan beri O'rxun, o'tokan taraflardan bo'g'u-marallar ko'plab biz tarafga ko'chib kelyapti. Bu Uyg'urlardan omad qochdi deganga bishoratdir. Ajo qog'on oq qalpoqliq beshini egiz ko'tarib, kang yelkanlarini kerib, cho'nqur tiniq oldi. U xuddi yosh yigitlardek irg'ib etig'i mindida oshu janub tarafga so'z bilan ta'rifligili bo'lmaydigan ajoyib bir murakkab hissiyot bilan ko'z tikdi.
Uning bo'yliq oqboz eti xuddi egisining ko'nglini tushangandek to'mir taqiliq tuyoqlari bilan qo'ng'ir yerni tilg'ab, tepchaklab, oldi putlarini egiz ko'tarib qattiq kishnaydi. Ajo qag'an tizginini qo'yibatdi. Taqatsizlanib, tipirlab turgan oqboz arg'amoq janub tarafga quyundek uchib ketdi. 100 ming kishilik oq qalpoqliq qo'shin uning keynidan ot soldi. 8-bob oxirgi janglar. Orxun Uyg'ur xalqining tarixidagi bu eng cho'ng vaqa va eng cho'ng fojia milodiya 840-yili ati yozda boshlangan edi. Qirg'iz qo'shini Uyg'ur yayloqlariga kelganda hech qanday qarshilikqa uchramadi. Bu joylardagi aholining ko'p qismi u yoq bu yoqqa ko'chib ketgan bo'lib, yayloq va qishloqlari egisiz qolgan yerlarga o'xshaydi. Ko'chmay qolganlarning bir qismi qirg'izlarni ko'rishi bilan o'zlarini daldiga elib yo'shirindi. Yana bir qismi o'z ixtiyori bilan Ajoning hukmronligini qabul qiladiganligini bildirishdi. Qirg'izlar bilan birlikda kelayotgan Kulik bog'i tarqan yo'l bo'yi uchragan aholilarga tashviq qiladi. Qarniyatchi Kulikbay zo'rliq bilan huquq tartib oldi. Biz uni jazolab, ilgirki oydinlik belgi qolganning qonunliq varisini taxtga chiqarish uchun ketyapmiz. Bizga qo'shilinglar. Ajo qolgan adolatni yoqlab, bizga yordam berish uchun keldi. Ajo qolgan oqboz arg'amaqini devetib, shahar sepiliga yaqin keldi va butun ovozini qo'yib berib varqiradi. Ey gunohkor Mani Xayla! Ağlab qo'yish. Men qudratli qora qirg'iz xandonligining buyuk qog'oni bo'laman. Qo'rqinchoq chashqandek sepil ichiga bekinib olib qog'on bo'lib olgan qaysang? Sen endi tugashding. Sening taqdiring mening qo'limda. Sening oltin o'rdangni vayron qilaman. Oltin taxtingga etimni bog'lab, o'zimning tug'imni qadayman. Men bilan elishalig'ida qurbon bo'lsa maydonga chiq. Agar unchilik madoring bo'lmasa, bu yerdan ket. Shu hamon sepilning to'mir bilan qoplangan qo'sh qanotliq yo'g'on darvozasi keng echib o'tildi. Sepil ichidan Uyg'ur qo'shini otlarini chopturg'idicha chiqib keldi. Bu qo'shinga Kulikbay shaxsan o'zi qo'mondonlik qilgan edi. Uning g'oz bo'yin oq arg'amaqi ba'ayni qanotliq tulpardek uchib kelmoqda edi. Qo'lidagi agri qilichi kun nurida xuddi aynakdek vozildaydi. Uning shu qadar bahodir sifat ko'rinishi o'z jangchilariga g'ayrat ato qilsa, dushmanlarining tallarini shurkandiradi. Ajo qag'an uningga so'qlanib qarab qoldi. Bu Kulikbay haqiqatan botir azmat o'xshaydi. U bak yomon narsa buyuk qag'anim. Uni yo'qotmoqcha shaharni olg'ili bo'lmaydi. Uning shundoq yomon narsa bo'lishini xohlayman. Botirni yengan odamlar haqiqiy botir hisoblanadi. Kulikbay Uyg'ur qo'shinining eng oldida xuddi oq tulparda uchib kelayotgandek yaqinlashmoqda edi. Ajomo qilichini qinidan sug'urib olib, beshining ustidan egiz ko'tardi. Har ikki tarafning jangchilari hisobsiz qo'rqmas arslonlardek o'rin to'lab, cho'qon selib bir-biriga etildi. Ko'zni yumib ochqicha saplar orilishib, dahshatlik ur yiqit boshlanib ketdi. Ajo qag'an jang ahvolini o'bdan ko'zitib, unumli qo'mondonlik qilish uchun bir egiz to'pilikka chiqib turadi. Qarasa, Uyg'ur qo'shini tadrijiy ustunlikni egallab, qirg'izlarning saplarini yimirib bosib o'tmoqda edi. Axir qirg'izlar o'z bargohlariga chekindi. Kulikbagmu o'z qo'shinini shaharga qaytarib ketdi. Qirg'izlar bargoh qilgan egiz to'pilikdagi oq kigiz uyda Ajo qag'an bilan Kulik bog'i tarqan bo'zi ichishgach orom elib o'ltiradi. Ajoning chiroyida burunqi mag'rurlik alomatlari ko'rinmaydi. U ajablangan holda xayol surib qoldi va mundoq dedi. Mani Xaylani go'sht yemaydi, sut ichmaydi. Ular hatto qurt qo'ng'izlarni o'ltirmaydigan yavash mo'min xalq deb anglagan edim. Acaba bu Uyg'ur Mani Xayla xuddi quturgan qavallardek bizning 2000 dan ortiq jangchimizni qirib tashladi-ku. Mani ta'limotlariga faqat dindarlar bilan bir qism oqso'ngaklar amal qiladi.
ko'pchilik puhralar atoq qilmani hay. Ular bir tarafdan mani ibodatxonlarda ibodat qilsa, yana bir tarafdan shamallarga sig'inadi. Go'shtni yeyaveradi. Susturmoq, may sharoblarni ichaveradi. Mantiqi Uyg'urlar mani diniga kirib, doim ro'z tutamiz, parhez qilamiz deb, tuzuk bir nima yemay, ojizlab, jangovarlikqa suslashib ketgan xalq deb yuribdiman. Undaq tegilib bo'lmaydi. Ularning jangovarligi sus emas, lekin ular ittifoqlasha olmaydi. O'zaro chiqisha olmaydi. Ularning yurtvozlik, qabilavozlik xohishi nihoyatda kuchlik. Undaq bo'lsa, ularni hamon yengadi ekanmiz. Kuluk Bey Ordu baliq qal'asiga qaytib kelgandan keyin darhol yaqinlarni kengashga chaqirdi. Ahvolimiz ig'ir. Qirg'izlar nihoyat ko'pkan. Bu qitimqi jangga ularning faqat o'ttir qismini qatnashdi. O'ng va so'l qanot qismlari texi bu yerga yetib kelmadi. Agar ular birlashma hujum qo'zg'asa, shaharni uzoqcha saqlab tura olishimiz tas. Bu shahardagi 10-20 ming qo'riqchi navkar bilanlar cho'ng urush qilg'ili bo'lmaydi. Boshqa joylardagi qo'shinlarni mo safarbar qilish kerak. Barliq tegin tarqallarning kuchini birlashtirish kerak. Biroq bayk to'rilarimiz bir-biriga adovat saqlab, texicha o'zaro tirkishib, to'qinishib turibsa, ularni qandaqmi birlikka keltirgili bo'lsin. Texi bir qism oqsoqollarimiz qirg'izlar bilan birlashib, bizga qarshi turibotmamdi. O'ga tegin bilan Panteginga darhol chaparman avatayli. Mosho ishki tegin kelgan bo'lsa-mo, cho'ng ish bo'ladi. Biroq ular kelami? Ularning har ikkisi bizga bo'yin to'lg'ab, o'z beshimchilik qilib yurmandi. Shu gap emasmi? O'ga tegin ochiqdan ochiq o'qitchilik qilib, bizga tahdid silib yuribotmamdi. To'g'ri. Panteginmo ichidagi gapini demay jim yurgini bilan baribir bizni qo'llamaydi. Ras, ular bizga o'chmanlik saqlab, shaharda turmaymiz deb chiqib ketishdi-ku. Aytqininglar durust. Lekin hozirgidek jiddiy paytda ular bizga yordam berish uchun keladi. Men ularni tushunaman. Ular qirg'izlar tarafga o'tib ketmaydi. Kengash oyoqlashdi. Shu kunlar eng esil orqamoqlarga mingan choparmanlar o'yga tegin bilan Panteginning turar joylariga yurib ketdi. Va holanki, choparmanlar bir kunlik yerga uzab borganda qirg'izlarga uchrab qolib, hammasi halok bo'ldi. Qirg'izlar bir kun kechgacha uzildirmay hujum qildi. Sepil tubiga ularning jasadlari do'bilinib ketdi. Shundaqdami ular bo'ldi qilmadi. Keyni-keynidan yopirilib kelaverdi. Ikkinchi kuniga kelganda ular temir boshliq yo'g'on nim yog'ochlar bilan urib so'qib yurib bir darvozani buzdi. Qilishvozlik, nayzuvozlik boshlanib ketdi. Birdan darvozaning ichi teshida har ikki tarafning bir talay odamlari jon uzib yetib qoldi. Uninggacha ikkinchi darvozami pachaqlandi. Qirg'izlar xuddi tug'anni bo'sib o'tgan zo'r kalkundek shahar ichiga yomrab kirishga boshladi. Shahar aholisi qilich, nayza, palta, gurzilarni ko'tarishib, ko'ch-ko'chalarda qonliq jangga tushib ketdi. Butun shahar go'yo halokat qaynimiga aylandi. Kuluk begim, endi shahardan bo'sib chiqib ketayli. Qog'onni qutuldirib chiqib ketayli. Qog'onni o'ttirg'a elib, shahardan chiqib ketinglar. Men sizlarni qo'g'dab turaman. Holbuki ularning hech qaysi shahardan chiqib ketishga ulgura olmadi. Qirg'izlar mutlaq ustunlikni egallab, butun shaharni qoplab ketdi. Hayal o'tmay ular ichki qal'aga besib kirdi. Qog'onni qutqizinglar! Lekin u itiga minishga ulgurmadi. Qirg'izlar har tarafdan otlarini choptirib kelib, uni to'sib oldi. Kuluk Bey xuddi to'saqqa tushgan arslondek g'azab bilan o'rkiradi. Chaqmoq tezligida u yoq bu yoqqa qilish urdi. Bir qirg'izning eti qattiq kishnab yerga gup qilib yiqildi. Shu daqiqa ichida taraf-tarafdan urilgan qilichlarning zarbasida bosh ko'zlari qip-qizil qonga bo'yalgan Kuluk Begmi mangu o'rnidan turmas bo'lib yiqildi. O'smir qag'an qo'rqib yig'lab ketdi. Navkarlar uni o'tirg'i elib qo'g'dab, hujumchilar bilan qattiq tirkishib elishdi. Lekin bundaq tangsiz elishmi osonli oyoqlashdi.
o'smir qolgan va barliq nökerlarning biri qolmay, hammasi qirib tashlandi. Qirg'izlar tantanalik cho'qan silib, o'rda ichini bulang-talang qilishga kirishdi. Bu yerda oltin, kumush, tovar turdun va har xil qimmatli buyumlar nihoyatda ko'p edi. Vah, buningga qaranglar. Bu xitobni anglagan yaqin atrofdagi qirg'izlar texmi cho'ng bayliq tepilgan o'xshaydi deb o'ylab, naqshlik ishga kang echivitilgan uyga yugurib kirishdi. Bu Tayxi xotunning o'jrisi edi. Yotgan ko'rpalar qalaymaqon chechilib yotgan kong ustida suz qizil ranglik tovar ko'nglik kiygan Tayxi xotun tanho o'zi tugdiyib o'tiradi. O'jrisiga zo'rlik bilan besib kirgan qurolli kishilarga yoshga to'lgan vahimlik ko'zlari bilan tikilib qolgan bu esilzoda tobg'ach ayol shu topda xuddi afsonaviy rivoyatlardagi sirli qasrlarda tuyuqsiz uchrab qoladigan nur yuzlik sahib jamolga o'xshash ko'rinib ketdi. Qirg'izlarning cho'nglaridan biri hissiyotini besib ololmay, "Bu mening o'ljam. Bo'lmaydi. U xotin. Uni Aju qog'onga topshirishimiz kerak." Qirg'izlar O'rxun Uyg'ur xonligining ostonasi Ordu baliqni ishg'ol qilgandan keyin Aju qog'on o'zining uzoqdan buyon ko'ngliga pukib kelgan orzusi bo'yicha Orduga kirib, oqboz etini oltin taxtga bog'ladi. Orduning ishik oldiga o'zining tug'ini tikladi. Ondan u g'olibona qiyofatda saroy ichini oylanib chiqdi-da, yana o'zining dolidagi bargohiga qaytib ketdi. U shahar aholisini rohat parastlikka berilib, o'rilishib ketgan yormas xalq deb yaratmaydi. Buyuk Ajuni Tabg'ach xotunning hujrasiga boshlayli. Xatolashding Boturjonchi. Men uning oldiga kirmayman. Uni mening oldimga olib kiringlar. Buyuk qog'onim, ota-bovularimizdan kelayotgan odat bo'yicha mag'lub bo'lgan xonning xotini g'olib xonga taalluq bo'ladi. Tayxi amdi buyuk Ajuga xotin bo'lishi kerak. Uni ayrim kigiz uyga o'rinlashtiringlar. Bu tabg'ach xotinni ota-onasining qo'liga topshirib beraylik. Uni bu yerda tutib qolsak bo'lmaydi. Uni xotin qilmamsiz? Yo'q. Bu xotinni tutib qolsak, tabg'ach xonning ochiq kelishi mumkin. Tabg'achlarning tishiga tegib qo'ymaylik. Dona fikr. To'g'ri. Tayxini tutib qolsak, Tabg'ach podshoh qizining taqdiridan ansirab, bizga qarshi tadbir qo'llanishi mumkin. Sen qo'l ostindagi qo'shin bilan Tayxini himoya qilib, atiganda yo'lga chiqqan. Chang'anga berib, uni Tabg'ach podshohning o'z qo'liga topshirib bergan. Bizning tabg'achlarga davomli sodiq bo'lganligimizni aytgan. Xo'p, aytganingizda qilaman buyuk Aju. Kulukbek bilan chiqish olmay, shaharda turishdan yaltiyib, qora balg'ason yayloqlarda bargoh qurib turayotgan uyga tegin qirg'izlarning Ordu baliqi hujum qilganligidan xabar tepibla, qo'l ostidagi qo'shinni boshlab yurishga otlandi. Ordu baliqi bir kunlik yo'l qolgan yerga kelganda, chorlug'uchilar yiroqdan kelayotgan qirg'iz qo'shinini payqadi. Qayni qiziq uyga tegin bu xabarni anglab xushal bo'lib ketdi. Bekorchilikda ichim siqilib, buruqtirma bo'lib ketgan edim. Mana endi men qiladigan ish chiqibdi. Qani, qirg'izlarning karomati qancha ekan? Men bir ko'rib boqaychi. Uyga teginga dalada uchragan bu qo'shin urushga ketayotganga o'xshamaydi. Ularning orasida usti yepiq mabilar va yuk besilgan ko'tak harvolar bo'lib, qirg'iz chavandozlar shularni qo'g'dab ketayotdi. Uyga teginning jangchilari otlarini bo'lishiga chaptirib ularning ustiga bostirib keldi. Qirg'izlar o'zlariga xos qaysarlik bilan qattiq qarshilik ko'rsatdi. Uyg'ur jangchilarining qaysarligi mu albatta ulardan qilishmaydi. Bir maydon dahshatli chepishdan keyin qirg'izlarning biri qolmay hammasi qirib tashlandi. Uyga teginning jangchilari harva mabilani oqtirg'ili turdi. Qimmatli raxtlar bilan yepilgan, hammadan ko'rkam bezalgan bir mapida Tayxi xotun o'ltiradi. Yana bir mapining yanida oq soqolliq bir qirg'iz mo'tivarning qonga melangan jasadi tugilib yotadi. Tayxi uyga teginni to'naydi. Shunga u darhol qo'rqinchini besib oldi. Ular meni chang'anga opirib qo'ymoqchi bo'lgan.
uyga tegin tayxiga kulimsirab qarab tamog'ini qirib qo'ydi. Qo'rqmang. Endi sizga hech kim chiqila olmaydi. Qirg'izlar Kulik begnimi, qag'annimi o'ltirib tashlabdi. Endi men qag'an bo'laman. Shunga siz endi mening amrimga o'tdingiz. Mening qotinim bo'ldingiz. Pantegin ordu baliq fojiasini bir necha kundan keyin uqdi. Umu darhol qo'shin tartib chiqdi. Bu chaqda butun qari Balg'osun diyori qirg'izlarning qo'liga o'tib bo'lgan edi. Panteginning qo'shini nagila borsa, hamma yerda qirg'izlar bilan to'qinishib qoladi. Har kuni bir necha qitimdan cho'ng kichik janglarni qilib, ba'zida ilgirlab, ba'zida chekinib, dalada oylanib yurishga to'g'ri keldi. Bundaq tavakkilchilik bilan udulkaga yaga qarg'ulachi ustib yuraversak bo'lmaydi. Oldi bilan ahvolni aniqlab, vaziyatni tushunaylik. Darhol qirg'izlar taraflarga chorlg'uchilar ham tajribalik oyg'oqchilar avatilsin. Avatilgan chorlg'uchi va oyg'oqchilar uzoq o'tmay qaytib kelib ma'lumot berishdi. Endi yaxshi bo'ldi. Ularning Ajo degan boshliqining nada turayotganligini endi bildim. Shuning bilan Pantegin qo'shini oyg'oqchilarning yo'l boshlashidan tez ilgirilib, 2 kundan keyin Ajoning bargohiga yetib keldi va tun qorong'usidan foydalanib tuyuqsiz hujum qildi. Bu qirg'izlar Uyg'ur yeriga bostirib kirgandan buyanqi eng qattiq jang bo'ldi. Har ikki tarafning jangchilari bir-biridan qilishmaydigan boturlar edi. Ular oristonlardek hurkirab, qoplandek shiddat bilan bir-biriga etiladi. Shu asnoda yaqin atrofdagi boshqa qirg'iz qo'shinlari bu jangdan xabar tepib tezlikda yetib keldi. Tang yurib qolgan mazgil edi. Pantegin son jihatda necha hassa ortiq bo'lgan qirg'izlarga yana qaramliq bilan hujum qilaverishdan bosh tortib, o'z qo'shinini chekindirdi. Qirg'izlar ularni to'xtamay qo'g'ladi, lekin har qancha kuchapmi yetisholmadi. Ajo ularning keynidan qarab so'qmanlik bilan xitob qildi. Hay, nima degan isil otlar, nima degan botur azmatlar bular. Bo'ldi, qo'g'lashni to'xtatinglar. Buyuk Ajo, ularni biroqli yo'qotmoqcha to'xtamayli. Qirg'izlar qo'g'lashni to'xtatdi. Uyg'urlarmi keyniga qarab to'xtadi. Ularning qatoridan chiroyli qarigir otga mingan biri ayrilib chiqib, qirg'izlarga yaqinroq keldi va qattiq varqirab qo'yib keyniga yondi. Ey, Ajo! Odamlarimning ko'pligi bilan ko'ranglab ketma. Meni tonib qo'y. Men Pantegin bo'laman. Biz yana ko'rishimiz, adibingni o'zim beraman. Ajo ularning keynidan uzoqcha qarab turib qoldi. Xuddi o'ziga o'xshashlar oqboz ot mingan bir yigit kelib, uning yenida to'xtadi. Ajo ota, nimani o'ylayapsiz? O'g'lim, bu Pantegin men hozirga qadar ko'rgan raqiblar ichidagi eng yomon ekan. Uni yo'qotmasak, bizga xotirjamlik bo'lmaydi. Aslida bugun jangni to'xtatmay, mushu bir qitimdilar uni yo'qotish kerak edi. Ular bak tuyuqsiz hujum qilgan bo'g'achqa, saflarimiz chichilib ketib, nurg'un chiqim tortdik. Bundaq ahvolda davomli urush qilish xavfli bo'ladi. Tavakkilchilik qilmayli. Biz oldi bilan qo'shinni qaytadan radga silib, puxta tayyorlik qilayli. Ondan butun kuchimizni markazlashtirib, uni yo'qotamiz. Bo'ladi Ajo ota, lekin bir iltimosim bor. Bu Pantegin degan ablaqni yo'qotishga meni avating. Panteginni yo'qotish jangiga butun qo'shinni safarbar qilib, hammamiz boramiz. Zarbador qismga sen qo'mondan bo'lasan. Xo'p, Ajo ota. Shunday qilib, Ajoning bevosita rahbarligida qirg'iz qo'shini qaytadan radga silinib, Panteginni yo'qotish jangiga otlandi. Go'zal dalalari yeshil to'nlarni kiyishga boshlagan go'zal kunlarning birida Pantegin O'ruxun daryosi bo'yidagi yayloqda bargoh qurgan edi. Bir qism oqsoqollar buningga norozi bo'lishdi. Bundoq yiroq yerlarga chekinib nima qilamiz? Qirg'izlarga o'zildirmay zarba berish kerak. Pantegin ularga sabrchanlik bilan tushuntirib mundaq dedi. Hozir qirg'iz qo'shini son jihatdimi, tashkillanish jihatdimi bizdan ustun turadi. Biz ehtiyotchan va harakatchan bo'lishimiz kerak. Biz hujum qilish, chekinish, yana hujum qilish va yana chekinish usuli bilan ularni yayloqlarimizga ishkirlab kirgizib,
ularning saflarini uzartishimiz kerak. Shundoq bo'lganda, ularning askariy qismlari bir-biridan uzun musofa orqali ayrilib turadigan holat shakllanadi. Ana shu chog'da ularni birdan yo'qotishga imkoniyat hozirlanadi. Panteginning bu tadbiri mantiqiy jihatdan aqlga muvofiq edi. Va holanki, Ajo o'z qo'shinini bo'lmaydi. Kech-kunduz to'xtamay ilgirlab, Panteginning taktikasini buzib-o'tdi. 10 minglagan qirg'iz chavandozlari go'yoki yanar tog'dan etilib chiqqan o'tliq lavadek butun dalini qoplab, yopirilib kelmoqda edi. Ularni bundoq tezlikda tashkillanib yetib kela oladi deb o'ylamabdi ekanman. Jang boshlandi. Tangdossiz qudratli ishga qo'shin to'qinishdi. Uyg'ur va qirg'iz otlarining tuyoqlari tekkanligi yerda ularga tang turalug'idek raqib texi tepilmagan edi. Mana endi donqa chiqqan shu ishga botir qo'shin bir-biriga etildi. Egiz to'pilikda turib jang maydonini ko'zlayotgan Ajo hammadan bakrak hayajonlanmoqda, jiddiylashmoqda edi. Uning o'g'li hozir zarbidor qismga qo'mondonlik qilib, Pantegin bilan yuzma-yuz jang qilmoqda edi. U buningdan burunmi bir necha qaytimliq janglarga qo'mondonlik qilgan va ancha kuchmayla g'alaba qozonib qaytgan edi. Shunday qilib, qirg'izlarni qirilib, chechilib ketayotdi. Shundaqdimi har ikki taraf charchaydigandek, bo'ldi qiladigandak emas edi. Shtumtot qirg'izlarning saflari yemirildi. Jang ilohiy Uyg'urlarga o'ng ko'zida qaragandek bo'ldi. Qirg'izlar ma'lumotchilik ichida chekingila turadi. Chavandozlarning ichidagi biri usti-beshi qonga bo'yalgan bir kishini egrining oldiga to'g'risiga yotqizib, Ajoning oldiga elib keldi. Uningga qarab, Ajoning yuragiga qattiq so'qib, chiroyi tatirib ketdi. Yerda yotgan bu kishi uning o'g'li edi. Ajo uning ustiga o'zini tashlab, O'g'lim, yuragim, bag'rim. Xap. U yosh quyilib turgan ko'zlari bilan o'g'lining yo'g'on echilib qetib qolgan ko'zlariga qarab, uning beshini yo'ladi. Ajoning o'g'li allaqachon mangulik dunyoga ketgan edi. Bu chaqda Pantegin muhasirga tushib qolishdan ansirab qo'shinni qaytarib ketdi. Urush o'ti hamma yerni qoplab ketgan edi. Garchi Ostona o'rdu baliq qo'ldan ketgan, oldingi va keyingi qog'onlari o'lib tugagan bo'lsa-mu, butun el o'zini qo'qtash uchun kurashga otlangan edi. Ba'zilar jang qilayotgan bay tarqonlarning cho'ng-kichik qo'shinlariga fidoi bo'lib qatnashdi. Ba'zilar o'zigidan tashkillanib chiqishdi. Yayloq va qishloqlarda sargardon bo'lib yurgan Barmon yuzbeshi bilan o'tamishmi, ana shundoq o'zigidan tashkillangan bir to'p kishiga qo'shildi. Bu kishilar Barmon yuzbeshini o'zlariga otamam qilib olishdi. Shundoq kunlarning birida ular qirg'izlar ularga al bo'lgan Uyg'urlarning bir necha ming kishilik qo'shiniga do'qirishib qoldi. Jang bo'ldi. Barmon yuzbeshining boturligi va qilichvozlik mahorati o'zkinimi tong qoldirdi. Uning qilichining zarbisidan odamlar, otlar keyni-keynidan mullaqlab tushgili turdi. Jang davomida o'tamishmi o'zini ko'rsatdi. Umu boturlikda Barmondan qilishmaydi. Bu qaytimqi jangmi xuddi qora bolg'ovsun yayloqlarining hamma joylarida bo'layotgan cho'ng kichik janglarga o'xshashla qahramonlik dostonlarining o'lgisi bo'lib qoldi. Qirg'izlarning talabati bu qaytimqi jangda ko'proq bo'ldi. Qanchalik vaqt o'tdikin, ishqilib oxiri jangning oyoqlashadigan paytumi keldi. Qirg'izlar jangning bek uzoq so'zilib ketishini xohlamaydi. Ular boshqa Uyg'ur qo'shinlarining kelib kelishidan ansirab chekindi. Ammo Barmon o'z jangchilarini to'xtatmadi. Ular qirg'izlarning keynidan xuddi ko'langida qilishmay kelaverdi.
Ötəmiş etini çöl bo'rinidek uchuritib, qechib ketayotgan qirg'izlar orasidagi yaltiroq tovarton kiygan bir katta boshqa yetishib oldi-da, egardan sakrab chiqib, uningga o'zini otdi. Bu senmidin asi munofiq? Bu tutqun kulik bog'i tarqan edi. Barman yuzbeshi qilichini qinidan sug'urib oldi. Kulikning chiroyi tatirib ketdi. To'xtab tur Barman, men sana tushundiray. Men sening boshliqing. Sen bilan ikkimiz Kulukbekka qarshi kurash qilgan-ku. Men Kulukbekni jazolab, qonunli qog'onni taxtga chiqarish uchun Ojudan yordam so'radim. Barman qilichini g'azab bilan chopdi. Kulik bog'i tarqanning beshi bir yoqda, teni bir yoqda yetib qoldi. 9-bob. Ufqda Tangritog' bo'stonlari. Ojuga o'g'lining o'limi bakmo eg'ir keldi. Bir necha kunning ichida u o'ruqlab, yuzidagi qo'riqlari ko'payib, muhjiyib qolgan edi. Qaramoqqa u biroqla 10 yosh qayrib ketgandek ko'rinadi. Shuning bilan bir vaqtda u intayin asabiylashib, o'g'li uchun qisos elish istagi uning bag'rini o'rtab kavob qildi. U butun qo'shinni otlantirib, Pantegin qo'shiniga o'zildirmay zarba berdi. Pantegin son jihatda mutlaq ustunlikni egallab turayotgan qirg'iz qo'shiniga qarshi qon kechib kurash qilib chekinmoqda edi. Chekinib nagi bor emas. Boshda o'gatigini tepib, uning bilan birlashaylik. Ondan boshqa bay, to'ralarning qo'shinlarini birlashtiraylik. Shunda qilib ular o'yga teginni o'tüken tog'larining ichkirisidagi bir yerdan topdi. Ay, o'yga tegin. Dunyo nim bo'lib ketyapti. Sen nima qilib yuraysan? Burun Kulukbekni og'diraylik deb hammadan bakrak qaynab yuratding. Endi beshingni ichingga tiqibsan-ku. Burun meni Kulukbekka qarshi chiqmading, qo'rqinchoq deb ayblayding. Endi seni nima desam bo'ladi? Nemanchi teraksan Pantegin? Qirg'izlar bilan men urushdim, lekin ular bak ko'pkan. O'ylashib ish qilmasak bo'lmaydi. Mo'shundoq chog'da yana o'ylashqidak nemish bor? Qog'onlarimiz o'lib tugadi. Hozir biz oldi bilan bir qog'onni tiklishimiz kerak. Shunda qilsak, qog'onning nomi bilan elni ittifoqlashtira olamiz. Qog'onni oqsoqollar kengashi saylab chiqish kerak. Hozir hamma yerda urush bo'lib olsa, oqsoqollarni kim yig'idi? Kimni qog'on qilamiz? Azir xon jamiyati ichida o'rin martabasi eng cho'ngi men. Tegillar ichidagi yeshi eng cho'ngi men. Uning ustiga tayxiy qatun menga yotliq bo'ldi. Meni qog'on deb e'lon qilinglar. Men butun elni safarbar qilay. Ma'qul. Mengo seni qog'on deb e'tirof qilay. Lekin buni kimga e'lon qilamiz? Butun xalq urush parokandichiligi bilan chechilib ketdi. Hozirgi urushda kimning to'pisi eng ko'p bo'lsa, shu qog'on bo'ladi. Biz qo'shinlarimizni birlashtirib jangga chiqaylik. Hozirgi birinchi ishimiz jang qilish. Ikki teginning suhbati hech qanday natija bermadi. Pantegin umidsizlangan va nafratlangan holda o'yga teginning bargohidan qaytib chiqdi. Qirg'izlar borgan sari shiddatli hujum qilib, hamma yerni besib kelmoqda edi. Uyg'ur baklari bir yoqidan bosh chiqarib birlasholmadi. Ularning har qaysisi o'z yurtini, o'z uyini qo'g'daymiz deb yakka yegona holda elishib, natijada hech narsani qo'g'day olmay, kayni-kaynidan ter-peran bo'lib, har yoqlarga chechilib qochmoqda edi. Puhralarni vahima bosdi. Qora Balg'ason yayloqlarida qora bodon deb atalgan avom puhralar ot va tugilarga yuk taqinlarini ortib, horvalarga bola chaqinlarni o'ltirg'izib, nega berishini o'zirmi bilmay tinab yurishadi. Qirg'izlarning oldin yurar qismlari o'ylamagan yerdan ushtum-tut paydo bo'lib qoladi-da, qechib ketayotgan puhralarni urib chepib, ot uloq va mol-mulkini bulab ketadi. Bu qaytimmo shundoq bo'ldi. Barman jangchilar bilan dalada ketib boradi. Ushtum-tut yiroqdagi do'ngning kaynidan otliq, tugilik, horvilik va piyoda odamlar chiqib keldi. Ularning orasida yosh qiyri, ayol, kichik bolalar mo bor edi. Barman etining beshini burab, shularning oldiga bordi. Ayollar va bolalar ho'ngrab yig'lamoqda edi. Qirg'izlar! Qirg'izlar!
Tögiga menib olgan taqirbosh buvay ko'z yeshini olqini bilan surtib ahvolni tushuntirdi. Ey magallarimizni tashlab kechib ketavatdik. Ushtim tut, qirg'izlar kelib qoldi. Ular bizga qul bo'lsanglar o'ltirmaymiz deb bir muncha odamlarimizni tutib ketishdi. Biz aran kechib qutuldik. Yigitlar, olg'a! Ular otlarini chaptirib ketishdi. Ancha uzoq o'tmaylar yiroqda ketayotgan qirg'izlarni ko'rdi. Qirg'izlar qulluqqa tutilgan 30-40 tak odamni oldiga selib asta ketayotdi. Qaraganda qirg'izlar xeyli ko'p bo'lib, barmanning jangchilaridan 5-6 hassa ortiq edi. Bular bir-biriga burkutlardek etilib kelishdi. Hayat mamatliq tangsiz jang bo'ldi. Her ikki tarafning jangchilari quturgan qoplonlardek hayvat bilan bir-biriga tashlandi. Tutqunlar qiyachiya qilishib har taraflarga qechishdi. Barmanning fidoilari xuddi mo'ldir tekkan boshaqlardek qirilib to'kilmoqda edi. Nima degan bilan bir odamning 5-6 odamga teng kelalishi tas bo'ldi-da. Oxiri qirg'izlar ustunlikni egalladi. Barmanning jangni davomlashtirgudek jangchilarmi qolmadi. Jang maydoni qalayma-qallashib ketdi. Ba'zilari urishayotgan, ba'zilari qichayotgan, yana ba'zilari qo'g'layotgan. Dal shu chaqda o'tamishning ko'zi yiliqi tutqunlarga tushib qoldi. Ularning ba'zilari egisiz qolgan otlarni tutib qochmoqda. Ba'zilari beshi qaygan taraflarga yugurib, o'y cho'nqurlarga mo'kinmoqda edi. Qirg'izlar ularni qo'g'lab, ba'zilarini qamchi bilan savib, ba'zilarini qilich bilan chanab, ba'zilarini qil orqonlar bilan bog'lab, otqa so'ritib elib kelmoqda edi. Kiyimlari yirtilib, chochlari chuvilib ketgan bir yosh qiz chir-chir chirqirab, xuddi ovchidan qochgan kiyik bolasidek yugurib kelmoqda edi. "Ay tuzum!" deb to'lidi o'tamish va uni kuchli qo'li bilan ko'tarib, egarning oldiga o'ltirg'izib oldi. Oytuzun bu jiddiy paytda har qancha qo'rqib ketgan bo'lsa-mu, o'zining suyginini to'nadi. Uning bo'yniga ikki qo'li bilan gira silib quchoqlab oldi. O'tamish bilan Oytuzun to'xtamay qochdi. Biroq qirg'izlar cho'qon silib borgan sari yiqilishaverdi. Oldi tarafda u boshdan bu boshqa keng so'zilgan cho'nqur bir yer ko'rindi. O'tamish otning tizginini tortmadi. Uchqandek chepib kelayotgan ot bor kuchini yig'ib etilib sakradi. Oytuzun qizmo otsi bilan birga edi. Keyin qirg'izlarning hujumiga uchirdik. Ondan sizlar keldinglar. Yolg'iz men qechib qutulibdiman. Ey olamni yaratgan besh tangri, biz haqqa nima ko'rgilik bu? Tangrilarga yaramaydigan shuncha ig'ir gunohlarni o'tkazdik-mi? Sen mening qolgan bo'lishimni qo'llamadan. Ikkimizning yo'limiz boshqa. Men janibga boraman. Tabg'ashlarning yeriga berib, ulardan yordam olaman. Tayqiqotun mening ilkimda. Shunga tabg'ashlar menga yordam beradi. Bugungi programmamizning diktorlari Dilnigar Hasan, Salihjon Ro'zahoji, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur.